هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Şura tefsiri 25. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Şura suresi 25. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah bendilerden tevbini kabul kılıdı. Yaman işlerini epo kılıdı. Kılıvatkan işinlerini bilip durdu. İman etkan ve yaxşı amellerini kıyganlarının duasını Allah icabet kılıdı. Kemali fezliden ulağa savabını ziyade verdi. Kafirler katıq azapqa düşer buludu. Eğer Allah bendilerinin rızkını ken kıysa, ular elbette ziminde fitne fasad teriydi. Lekin Allah xalagan narsani ölçem bilen düşürdü. Allah hakikaten bendilerinin ahvalidan to'liq xabardardır. Onu körüp durğucudur. Ular yağmurning yig'ishidan ümidsizlangandan keyin Allah yağmur yağdırıp berdi. Rahmetini yaydı. Allah hammaning egisidir, medhiyege layıqdır. Allah Teala'nın tevbini kabul kılıdığanlığı ve duanı icabet kılıdığanlığı doğrusida. Allah Teala bu ayette eğer bendeler günahlarına tevbe kılıp Allah Teala'ga kaysa, Allah ularning tevbelerini kabul kılış bilen birge ularga ihsan kıldığanlığını bayan kılıdı. Allah Teala öz lütfi ve merhameti bilen ularning yaman işlerini epo kılıdı, keçirdi, ayıplarını yapıdı. Günahlarını mağfiret kılıdı. Allah Teala bu vakti mundaq degan: kimki birer yamanlık yoki o'ziga birer zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mağfiret talab qilsa, u Allohning mağfiret qilg'ichi nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. İmam Muslim Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mundaq deganligini rivoyat qilgan: bende Allah Teala'ga tevbe qilgan vaqtda Allah Teala bendening tevbesidan mundaq bir odamning xushalligidan bakrak xushal bo'ladi. Sizlarning biringlar bir cho'l boyog'ida safar qilib etib, yuk taqi, uzuq tuliki ortilgan ulug'ini yutirib qo'ydi. U odam ulug'ini tepib olishdan umidini uzib, bir daraxtning yeniga kelib, uning soyasida yenicha yotadi. U ulug'ining tepilishidan butunlay umidini uzib turgan bir paytda uning ulug'i tuyuqsizlik paydo bo'lib, uning yenida turdi. U uning nuqtasidan tutgan holda qattiq xushal bo'lib ketganlikdan: "Ey Alloh, sen mening bandam, men sening Rabbing" deb tashlaydi. U odam qattiq xushal bo'lib ketganligidan so'zda xatolashadi. Zuhri Allah Teala'nın Allah bendilerden tevbini kabul kılıdı degan ayet haqida Abu Hurayradan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala bendisinin tevbesidan sizlarning biringlar ussuzlikdan ölüp ketishdan qo'rqqan o'rinda yutirib qo'ygan ulug'ini tepib olgan chog'dagi xushalligidan bakrak xushal bo'ladi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
Hammam ibn Haris mundaq deydi. İbn Mas'ud radiyallahu anhudan ma'lum bir ayol bilan gunoh qilgan, ondan u ayolni nikohga olgan odam haqida so'raldi. İbn Mas'ud kerak yo'q dedi va Allah bandalardan tavbani qabul qiladi degan oyatni o'qib berdi. Yaman ishlarni afv qiladi. Ya'ni Alloh taolo burunqi yomon ishlarni afv qiladi. Kelgusidagi tavbani qabul qiladi. Qilayotgan ishinglarni bilib turdi. Ya'ni Alloh taolo sizlarning qilgan barliq qilmishinglarni va so'zlaringlarni bilib turuvchidir. Shundaq turuqliq tavba qilgan kishining tavbasini qabul qiladi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarning duosini Alloh ijobat qiladi. Suddi va Ibn Jarir bu oyat haqida mundaq deydi. Alloh taolo ularning o'zlariga, ahlilariga va urug' tuqqanlarga qilgan duosini ijobat qiladi. Kamoli fazlidan ularga savobni ziyod berdi. Ya'ni ularning duosini ijobat qiladi. Uning ustiga savobni ziyoda berdi. Qatada İbrahim Naxai Laxmning Alloh taolaning iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning duosini Alloh ijobat qiladi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo ularning tuqqanlariga shafaat qilishga izni berdi. Kamol fazlidan ularga savobni ziyoda berdi. Ya'ni Alloh taolo ularga tuqqanlariga shafaat qilishga izni berdi. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah mu'minlarni va oqibatda ularga beriladigan savobni tilga elish bilan birga kafirlarni va ularning qiyomat kuni ulardan hisob elishga va'da qilgan kunda qattiq dardlik va alamlik azobga duchor bo'ladiganligini tilga oldi. Rizqni keng qilmaslikning hikmati to'g'risida. Agar Alloh bandalarining rizqini keng qilsa, ular albatta zaminda fitna fasod teriydi. Ya'ni agar Alloh taolo ularning hojatidan yuqori rizq bersa, u ularni albatta fitna fasod terishga, haddidan eshib bir-biriga takabburlik va cho'ngchilik qilishga elib borgan bo'ladi. Lekin Allah xohlagan narsani o'lcham bilan tushirdi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolidan to'liq xabardordir. Uni ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo ularga foydali bo'lgan narsalardan o'zi xohlagan narsani rizq qilib berdi. Alloh taolo buni biladi. Alloh taolo boylikqa loyiq bo'lgan kishini boy qiladi, faqirlikqa loyiq bo'lgan kishini faqir qiladi. Ular yağmurning yig'ishidan umidsizlangandan keyin Alloh yağmur yağdırib berdi. Ya'ni insonlar yağmurning yig'ishidan umidsizlangandan keyin Alloh taolo ularning yağmuriga hojat tushgan paytda yağmur yağdırib berdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: "Albuki ular yağmur yig'ishdan burun haqiqatan umidsizlanib ketgan edi. Rahmetini yaydı. Yani şu o'rindagi, şu joydagi barliq mavjud bo'lib turgan narsaga Alloh taolaning yağmurdan iborat rahmeti umumyuzlik bo'ladi." Qatada mundaq deydi: "Bizga aytilishicha, bir odam Ömer ibn Hattab radiyallohu anhuga: "Ey mu'minlarning xalifasi, qurg'oqchilik ofati yuz berdi. Kishilar yağmurdan umidini uzdi" deganda Ömer ibn Hattab:
sizlarga Alloh taolo yomg'ir yog'dirib berdi degan. Ondan ular yomg'irning yog'ishidan umidsizlangandan keyin Alloh yomg'ir yog'dirib berdi. Rahmatini yaydi. Allah hammaning egisidir, madhiyaga loyiqdir degan oyatni o'qigan. Ya'ni Alloh taolo insonlarga dunyo oxirat foydali bo'lgan narsani o'zi xohlagan shaklda idora qiluvchidir. Alloh taolo belgilagan va qilgan barliq ishning oqibatida madhiyaga loyiqdir. Osmonlarning, zaminning yaratilishi va u ikkisida jandarlarning yeyilishi Allohning qudratining dalillaridir. Allah agar xohlasa ularni jami qilishga qodirdir. Sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afv qiladi. Afv qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Ey mushriklar, sizlar zaminda Allohning azobidan qochib qutula olmaysizlar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ega va madadkor yo'q. Osmonlarni va zaminni yaratish Alloh taolaning dalillaridan ekanligi to'g'risida. Osmonlarning, zaminning yaratilishi va u ikkisida jandarlarning yeyilishi Allohning qudratining dalillaridandir. Ya'ni Alloh taolaning kattaligini, qudratining buyukligini va g'olib podshoh ekanligini ko'rsatadigan dalillardandir. Alloh taolo osmonlarda va zaminda jonliqlarni yaratdi. Bu jonliqlar farishtalarni, insonlarni, jinlarni va boshqa hayvonlarni, ularning har xil shakllarini, har xil rangdiklarni, har xil tilliqlarini, har xil tabiat tikillarini, har xil jins tikillarini va tur tikillarini o'z ichiga oladi. Alloh taolo ularni osmonlarning va zaminning atrofiga tarqatdi. Mushundaq turuqliq Allah agar xohlasa ularni jam'i qilishga qodirdir. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kuni ilgirkilarni, keyingilarni va boshqa maxluqotlarni bir tuzlanlikka yig'idi. Ularni chaqiruvchi so'zini ularga anlatib turdi. Ko'zlar ko'rdi. Alloh taolo ularning orasida adolat va haq bilan hukm chiqardi. Musibatlarning sababi osiylikdan iborat ekanligi to'g'risida. Sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Ya'ni ey insonlar, sizlarga har qanday bir musibat yetsa, u cho'qim sizlarning ilgari qilgan gunohinglarning shumliqidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afv qiladi. Afv qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Ya'ni Alloh taolo sizlarning nurg'un gunohinglar uchun jazolamaydi. Balki uni afv qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. İmam Ahmad Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasam qilamanki, agar mu'minga biror ofat, saqaymas kasal, g'am qayg'u, ko'ngilsizlik yetsa, Allah onun bilan u odamning xatoliklarini o'chirdi. Hatto u odamga sanjilgan bir tal tikan
uchunmi uning xatoligi o'chirildi. İmam Ahmad Abu Sufyanning o'g'li Muaviyadan payg'ambar alayhisalomning bunday deganligini rivoyat qildi. Mu'minning badaniga azob beradigan biror narsa yetsa, uning bilan Alloh va odamning gunohlarini o'chirdi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İmam Ahmad Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhisalomning bunday deganligini rivoyat qildi. Agar bandaning gunohlari ko'payib ketib, uning gunohlarini o'chiradigan yaxshi amali bo'lmasa, Alloh taolo uning gunohlarini o'chirish uchun uni ko'ngilsizlikni yetkazish orqali sinaydi. La havla va la quvvata illa billah. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Dengizde qatnagıcı tağda kemiler Allah'ın kudretinin delillerindendir. Eğer Allah halisa şamalını toxtutuydu da kemiler denizden üstüde toxtab kalıdı. Bunun da qatlıqda savr qılğıcı, kengçilikte şükür qılğıcı her mümin üçün nurgun ibretler var. Ya ki Allah halisa İçideki kişilerinin kıygan günahları tüpeyildin kemilerini boran bilen halak kılıdı. Allah nurgun kişilerinin günahlarını əpu kılıdı. Bizning ayetlerimiz üstüde mücadele kılıdığanlar özlerine Allah'ın azabından qeçip qutuladigan joyi yo'q ekanligini biladi. Kemilerinin Allah Teala'nın kudretinin delillerinden ekanligi to'g'risida. Bu ayette Allah Teala mundaq deydi. Allah Teala'nın özünün buyruğu bilen dengizni onunda qatnagıcı tağda kemilerinin ravan yürüyüş üçün boysunduruşu Allah Teala'nın yüksek kudretini ve padişahlıkını gösterdiğin delillerindendir. Mücahid, Hasan, Suddi ve Zahhak qatarlıqlar dengizdeki bu kemiler xuddi quruqliqdagi tağlarga o'xshaydi dedi. Eğer Allah halisa şamalını to'xtatib da, yani Allah Teala halisa dengizdeki kemilerinin mangdırdıgan şamalını to'xtatib da, kemiler hareketini to'xtab, ya aldığa ya arqaga manganmay, belki su üstüde jim turib qoladi. Bunun da qattiqlikda savr qilg'uchi, kengchilikda shukr qilg'uchi har mu'min uchun nurg'un ibratlar bor. Ya'ni Alloh taolaning dengizni bo'ysundirishida insonlarning safar qilishi uchun ularning hojatiga o'lchamlik holda shamol chiqarib, kemilarni mangdirishida qattiqlikda savr qilg'uchi, kengchilikda shukr qilg'uchi har bir mu'min uchun albatta Allah Teala'nın insanlığa bergen nimetlerini gösterdiğin deliller var. Ya ki Allah halisa içideki kişilerin kıygan günahları tüpeyildin kemilerini boran bilen halak kılıdı. Yani Allah Teala eğer halisa kemilerine oturgan kişilerin günahları tüpeyildin kemilerini suğa gırk kılıdı. Allah nurgun kişilerin günahlarını əpu kılıdı. Yani Allah Teala eğer ulanın barlıq günahlarından hesap alsa, elbette denizdeki hemme adamını halak kılattı. Allah Teala uladın nurgunlarının günahlarını əpu kıldı. Bazı tefsir alimleri Allah Teala'nın ya ki Allah halisa içideki kişilerin kılgan günahları tüpeyildin kemilerini boran bilen halak kılıdı degan ayetede to'xtalib mundaq dedi. Eğer Allah Teala halisa qattiq soğuk boran çıkargan bo'lardi. Boran kemilerini tüz yo'linishidan qaydırıp o'ng yoki so'l tarafga ilib qochgan bo'lardi. Shuning bilan kemilar maqsad qilgan nishon tarafga yurolmaydi. Bu ayet
kimilarning mushundaq ahvolda halok bo'ladiganligini bildirdi. Bu ilgirki oyatning mazmuniga tamoman uyg'undir. Chunki agar Alloh taolo shamolni to'xtatsa, kemilar to'xtab qoladi. Agar shamolni kuchaytirsa, kemilarni o'rib halok qiladi. Lekin Alloh bandalarga ko'yimchan va marhamatlik bo'lganligi uchun xuddi yomg'irni yetarli miqdorda yog'dirib bergandek shamolni hojatga tushliq chiqaradi. Agar Alloh taolo yomg'irni nihoyat ko'p yog'dirsa, albatta binolarni vayron qilgan bo'ladi. Agar oz yog'dirsa, ziroatlar, mevalik daraxtlar o'smagan bo'ladi. Alloh taolo Misr yurtlariga o'xshagan yurtlarga boshqa yerdan eqib keladigan suv berdi. Shunga ularning yomg'irga hojati yo'q. Bizning oyatlarimiz ustida mujodala qiladiganlar o'zlariga Allohning azobidan qochib qutuladigan joy yo'q ekanligini biladi. Ya'ni ularga bizning azob oqibatimizdan panohlanadigan joy yo'q. Ular haqiqatan bizning qudratimiz bilan jazoga tortiluvchilardir. Alhamdulillah, yuqorida Sura Shura tafsiridan 35-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitamni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu alayhi Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.